Falakat kelin. Choydan keyin begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Onangni sakayko. Voy, ja issiq emas-ku. Daryodan oqib keladi. Shohzodadan marvarid. Voy. Su, bana şu olaymadı. Değil mi? Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Seni falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Onangni sakayko. Ay, qo'lim. Ada bir gap desam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlaveradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jo'rani poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz og'riyapti. Falokat. Duxovkani tepasi yoqilmadi. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyorasiz, tavba. Voy. Ada, falokat aribdi-ku buni qali. Voy, bunisi endi hetrik bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demang mehmon. Smitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymovmidilar? O'yin qilaman desam, buni qayerga qo'yishni bilmayman chiroqning. Keling adajon, men ishlab turaman chiroqni. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'z bilasiz. Falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, urib qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshiyam shu shilem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, o'p kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladim. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysiz. Annam tortib qopti, dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin setish kerak. Voy ada, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, bizni bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozganmasiz. Ko'rib turgan barcha tabichlar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kerigan olib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, okabash yiqitganlari hammasiga hisoblangda yechib oling. Vela ciao, ciao. Men sevaman, Harakat kelin. sen sevasan. Qichqirib olgan balki bittu-bit. Suyunmang, tavba. U falakat. Bitta. Nimaga meni doim harakat deyapsiz? Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'san juvan olib kelaring. Shu seningcha falakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sevara to'g'irlonmi? Ha? O'san sizga javobida. Fatmi, unaqa. Aylantir. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildi. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab narigi ustunga qotirib qo'ylaring. Kalla biram. Qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetrik kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Falakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suqib oling. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Paysahani bitta joyga qo'ymaysanlar. Voy qornim. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? To'xta bolam. Xotining o'tib ketsin. Bu bitta falakat bo'ladi. Voy, ikkita erkak kishi bitta qilmoshdan ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshdan sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Tushmaysizmi? Kelin biza qaqqa olib keldingiz. Adajon, shuni saqachidan Nazarbemovga ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'ada o'ttiq ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kirmoshinlarni qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kirmoshini olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan 3 qur'anga bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qo'yin. O'yla harakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Все будет хорошо, все будет хорошо, я